Yeb ko'rgan odam vaydot deb boradigan salat tayyorladim. O'sha restoranda porsiyasi 100 mingdan oshiq salatni asosiy sirlari bilan bo'lishaman. Shunaqa mazali chiqadigan souslari bilan salat tayyorlaymiz. Sizlar salatga go'shtni qanaqa usulda pishirasiz? Men hozirlarga zo'r layfhak ko'rsataman. Salat shunaqa mazali chiqdi. Buni yana bitta siri safini danar uchun tayyorlangan go'shtlar. Tayyor marinovkada pishgan go'shtni shundoq eritib olasizlar. Hidi shunaqa zo'r chiqyapti. Ozgina dimlanib erib turguncha salat barglarini to'rab oldim. O'zi ham ayni sezonga mos bahor salati bo'ldi. Salat bargini yiri qilib to'rab olamiz. Bodringni ham xuddi shunaqa dumaloq shaklda kattaroq qilib bo'lib olamiz. Xitoy bulg'orisini esa to'rtburchak shaklda to'rab olamiz. Ana endi gal salatning sousiga keldi. Mayonezga garchitsa aralashtiramiz, limon suvini siqamiz va asal yoki aroyda sousini solamiz. Aroyda shirali bo'lgani uchun salatimiz sousi shunaqa mazali bo'ladi. Endi esa podacha uchun yig'amiz. Salat osnovasini tagiga solib, ustiga go'sht, zaytun, cheri pomidor, badamli pistok va ozroq listiyashka soldim. Salatga bahoni siz berasiz. Rangi o'chgan yurechani qizartirib qo'yish esingizdan chiqmasin. Sizga esa doimgidek yoqimli ishtaha.